Qara, 2022-yil 4-dekabr 11-savolga keldik. Mana savolimiz quyidagicha ekanda. Mana shuni hisoblab berish kerak ekan. Qara, mana bu shart nimaga berilyapti bizga? Mana modullarni ochish uchun kerak bular. Qara. Bu teng deyman qara. Bundan ilzosda bo'layapti, mana bu kvadrat bo'lyapti. Bunda modulda 3 minusdan a chiqadi. Minus modulda bunda nima chiqadi? A minusdan 5 chiqadi. Mana shu modullarni ochish uchun mana bu shart menga kerak. Endi qara. Teng ekan. Xo'p, a miz 5 dan katta ekan. Bu yerga endi 6 voz kelish mumkin, 7, 8 va hokazo ketadi. Demak, undan katta bo'ladigan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Unda manfiy bo'lar ekan. Demak, moduldan chiqaradigan bo'lsak, a minusdan 3 bo'lib chiqadi. Endi qara. A miz 5 dan katta bo'lyapti. 6, 7 qo'ysak bu musbat. Bo'ldi. Musbat bo'lsa minus qolishida a minusdan 5 ta o'zi qoladi. Bo'ldi. Shuni hisoblab qo'ysak yetarli. Demak, a minusdan 3 minusdan a bo'lar ekan, plusdan 5 bo'ldi. A'larimiz qisqarib ketdi. Minus 3 plus 5 bo'lyapti. Demak, 2 bo'lgan ekan. Demak, javoblarni qaraymiz. S javobga mos kelar ekan. Bo'ldi, shu bilan hop 11-savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.